Shunga narsa tayyorladim. Nima deganing bu? Ular menga aytdi, aka biz ro'zamiz dedi. Shoshma, o'zim boraman uyga. Xo'p, aka, unda kelavering. Ha, Odili, tinchlikmi nimaga? Ha, uyga kunlikka chiqadigan bolalardan ikkita olib keluvdim. Ozgina ishlar bor edi. Ro'za tutishmabdi-da, qara. Ha, endi tutolmagan bo'lsa, ayb emas-u. Sendan bir kasa ovqat ketsa. Ha, bir kasa ovqatini berib qo'ysang bo'laveradi. Jinloppanmi men ularga ovqat edib? Kalding joydami? Hozir uyga boring, gaplashaman o'zim. So'ragan pulingni beryapmanmi? Odili, sal insofli bo'lgin. Men somsani uyga oldim. Men bolalarga olib kirib bergin. Savob bo'ladi ro'za kunida. Bo'pti, ber. Aka, keldingizmi? Nima qilyapsan, tinchlikmi? Aka, ustalarni bittasi ro'za tutmagan ekan. Ovqat qilyapman, narsa tayyorladim. Bo'pti, bo'lmasa ustalar bilan o'zim gaplashaman. Shoshma, bir to'rg'am noningni ber. Shoshmay turishinglar. Tinchlikmi ustalar? Nima o'tirish bu? Qasbilinglar ro'za tutmadinglar. Ukamizcha mazasi yo'q edi, shunga tutolmadi. Hali sizga aytgani uyatgan ekan. Ha, mayli. Hamma g'onni berib qo'yga borsin. Aka, isro choyni ilojisi bormi? Nima? Choy? Ana giran tusoq o'qiyapti. Choymish. Ha, mayli. Asilbek, non deva. Mana ishni ham tugatib olding. Aka, bizni pulimizni bersangiz, ketsak endi. Yaxshi. Bo'ldi, sizlar bilan necha pul kelishuvdik? Aka, kelishganimiz 100 ming 200 ming so'm bo'ladi aka. Yaxshi. Xizmatingizga rozi bo'linglar. Aka, bu yerda kelishganimizdan kam-ku. Ukam, hamma hisob kitob bilan bo'lgani yaxshi. Ro'zaman deyishuvding. Non choyda pulini olib qolib, to'g'ri tushunasan. Aka, ro'zani kunida yaxshi chiqmayapsiz. Yegan bo'lsak, qatishlar bilan bir piyola choy ichdik. Pulingizni olib qo'ying. Rahmat. Boring, yo'qol bu yerdan. Aka, ro'zani kunida yaxshi chiqmasdi. Ular ham tirikchilik deb kelishgan. Bor uyga kir, aralashmay meni ishimga. Ko'cha dishlarim bor, kechroq kelaman. Ko'ksida bo'ronlar tinadi demang, birovning tulporin minadi demang, bir kuni yiqilib sinadi demang, sinmaydi yigitning mardi sinmaydi. Ko'ksida bo'ronlar tinadi demang, birovning tulporin minadi demang.